shu qadar yurolmasdimki, hatto dorixonaga olib chiqishmasdi. Sen borolmaysan-ku deyishardi. Men dietolog Amina. O'tgan yili nihoyat darajada semiz edim. O'ta beso'naqa edim. 105 kilogrammgacha semirib ketgandi. Hattoki yura olmasdim ham. 2 qadam yursam belim og'rib qolardi. Shunda ozishga qaror qildim va dietologlarni birin-sirin saralab dilastazinimlarni tanladim va u insonni nazoratlari ostida 10,5 oy ichida, mana 1 yil ham bo'lgani yo'q, 10,5 oy ichida 105 kilogramdan 73 kilogramga tushdim va hozirda unaqa belim og'rimaydi va qushdek uchib yuradigan bo'lganman va keyinchalik bu soha menga yoqib qolib, odamlarga yordam berish o'zimga ham yoqib qoldi va dilastazinimlardan ilm oldim va o'zim ham odamlarga yordam berishni istayman. Kelajakda orzuyim xuddi dilastazinimlarga o'xshab, ustozimga o'xshab odamlarga yordam berish. Ideal vaznimga 7-8 kilo qolgan. Hozir o'zim ham ayni paytda marafonga qatnashib yuribman. Ideal vaznimga yetganimda ham Xudo xolasa buni sizlar bilan bo'lishaman.